الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu kadimki dersimiz yine aldığımki dersimizdeki devamı. Hem de Kabe'ninki etrafında her xil atalıqda atılıp gelgen şunda bir cinaya caylı var. Bunun üstüden şuna bir kadar uzurap gitti. Yine birisi yanındayken Kabe'ninki yüzü bir Allah'ınki beyti oğandayken bunun her bir okşamaydıgan bir isimleri, her bir yanınki hem namları hem ibadet şekilde bunda bir şekil olgan buludu. Bunun asasen hem de Kabe'de hem de töt bucak yani töt çası bir öy olgan bolgandan keyin bununki her bir bucahniki ismi olgan boldu hem de. Bunuga Hacer Asvad ba tarafdaki rukun şarkı. Mana uniki bu tarafı yani Irak tarafı qarab turgan rukun Iraqi. Yeni bununki g'arb tarafı qarab turgani va g'arb şimal tarafiga bu rukuni Şami va uniki ma Yemen tarafı qarab turgani va rukun Yamani deydi. Biz hem de bu rukun Yamani'niki yüzüden mana Hacer Aswadni mana uni suyish, uni silash, mana bu sünnet Peygamber sallam qan bolgan ekan. Endi bu Kabe'ninki başka rukunları var. Rukun Iraqi bilen rukun Şamini bunu ya silash yoki nem qilishga ham bo'lmaydi. Bazı alimlar zaten hem yani suyup bu şuda rukunni qilish kerak yoki silash kerak deydi. Bu degandek ishonchlik bir nima emas hamdi. Sözümü emas hamdi hadisimi asas bo'lmaydi. Şunun ichidan Kabe'deki töt bucak joy hamdi nemeniki bu Hacer Aswadniki bu yilki neme tarafida g'arb tarafida bo'lgan bucahniki üzünü rukuni Yamani deymiz. Çünkü Yemen taraf qolgan bo'lgan rukun olganligi uchun yani tür yalaki bucak olganligi uchun endi buni hamdi istilam qilish yani o silash bu afzal. Ama uni suyishga bo'lmaydi. Endi ba'zi ulamolarimiz Peygamber sallamdan muşda rivayet qilgan, Peygamber sallam muşda söyleyen hem silgan degan muşda bir rivayet var. Bu degandek mana bu rivayet asas kuchkicho egicho emas. Hamda bu rukun Yamani yani Hacer Aswadniki yeni dike, yani Hacer Aswadniki yeni mana bu tarafdan bo'lgan bucak oludu Yemen taraf qarab turgan. Buni mana imkon bo'lsa mana u yerda silishimiz nihoyat afzal. Agar silmasak ham hech qanday bo'lmaydi hamda. Bunun qarta mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muşundaq tavaf qilgan vaqti o'zida İbn Umar roziyallohu ta'ala rivoyat qilgan bir hadis. Bunu da Peygamber sallam mana tavaf qilgan vaqti o'zida har qanday tavafida mana Hacer Aswad bilan mana bu Hacer yani rukun Yamani'ni suyishni Peygamber sallam bunu terk etmeydi degan bir hadis var. Mana bu hadis asasen şuna bu Hacer Aswadni suyish va uni silashdan boshqa rukun Yamani bo'lgan mana shu o tarafdaki bo'lgan bu bucahniki üzünü suyishniki üze mana bu nayt afzal deb mundaqchu qaraydi hamdi. Mana Peygamber sallamniki İbn Umar roziyallohu ta'ala qilgan rivoyatida Peygamber sallam faqat şu 4 tane rukunniki ichidan 2 tane rukunni silgan. Birisi Hacer Aswad, yin birisi rukun Yamani. Mana rukun Yamani deydi bu ikkisini qilgan deydi. Mana mushu yuqorqi mushu hadisga asosan agar imkon bo'lsa yani belki o yılı kılmasan bo'lmaydi demekçi emas. Eğer imkan bo'lsa o rukun Yamani suyish emas, onu qo'limizda silash bu afzal. İmkan bo'lsa, bo'lmasa yiroq turib qolsak, odamcha qilib qolsak qilmay, Hacer Aswad yakkaga vaqt o'zida mana u yerda yana suyish yoki uni silash imkon bo'lmasa, qo'lida ishorat qilib ketaversak, mana buningcha bo'ladi endi. Buningda durustcha bo'laverdi. Endi rukun Yamani'niki yeni bir faziletiniki üstüde Peygamber sallamniki men rivayet qilgan bir hadis var. Abu Hurayra roziyallohu ta'ala rivayet qilgan. Peygamber sallam shuna degan. Mana bu rukun Yamaniga Alloh taolo 70 ming dona ferishtani muvakkal qilgan degan bir hadisi var. Peygamber sallam shuna degan. Yana Peygamber sallam shuna deb şu rukun Yamani bilan Hacer Aswadni kelgan yani o'zida Allohumma inni as'aluka afwa val afiyata fid din va dunya val axirah. Allahumma atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar dese mana bu rukun Yamani bilan Hacer Aswadning oralig'idagi bu rukun Yamani muvakkal qilgan 70 ming ferishta amin debcho turdi. Unda o amin deydi bular
degan shunda bir rivoyat bor. Endi bu shu rivoyatga asosan biz ham rukn yamonini uyutib hajr asvad kelgan bo'lgandan keyin agar bizga ashuna imkon bo'lsa men shu duoni bo'libmi? Ya'ni Allohumma inni as'alukal afwa wal afiyat fid dunya wal akhirah degani o'qimaydi. Onundan boshqa Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina deb o'qiydigan mujda bir odat bor. Agar imkon bo'lsa biz buni qo'shib hadis sabit bo'lgandan keyin Allohumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar deb bu duoni qilishimiz kerak. Bu mana bu rukn yamonini meni takbil qilishniki bu afzal ekanligi bu yerda chiqib turdandi. Yeni bir rukun yamaniydim başka rukunni qattiq qilishga meni suyishga bo'lmaydi. Ammo suyishga silashkim bo'lmaydi. U Kabe'niki atrofidagi tomlarni shundoq yil turib olib suyib eslab olgan bir ish bor. Endi bu ba'zi rivoyatda qis bo'ladi deydi, ba'zilari bo'lmaydi. Ko'pincha uninchi qisaqcha bo'lmaydi. Faqat bizga ruxsat qilingan yer payg'ambar qo'ygan birsiga hajr asvad, yana birsiga multazam degan bir yava, mana u yerda payg'ambar aşağı o'zining ko'ksini chaplab turib, mushtaqcho mana duo qilgan. Yana birisi hajr asvad, undan boshqani qilishga bo'lmaydi degandiki payg'ambar sabit bo'lmagandan keyin. Payg'ambardan qildi deb sabit bo'lmadi, bu durust emas. Bizdeki hozirgi bu dersimiz mushagichlik olsun. Yine bir qator ko'rishgacha Alloh omonat bo'lsin va oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin.